Endi yeni bir şehirning ko'rmanlarining inkosi qarsa eng ko'p inkas nima? Birinchi filmning yengilish sur'ati nihoyat osta. Ikkinchidan yenglangan filmning vaqti bir qadar qisqa. Yani ataydan pul elib ko'rgan kuchli bir huzurni his qilamidik degan gaplar nihoyat ko'p. Haqiqatan yeni bir shahar oraliqda bir mezgilda uzilib qolgan. Haftada bir qismi yenglanmagan, hozir herhalde yaxshilandi, haftada bir qismi yenglanyotidi. Ras mening xuyarim necha qitim tushib ketgan. 6-bölümde kömügen ma üzem çıkıdığan sebeplik xuyan qayta setvelip ma üzem çıkan kısmı yeni çıkıp boğuca aldık altı kısmını körüp tayyap dudum ben bu yeniden setvelip emdi ma şu körünmellerinin gibi asasen mening teklifim yeni bir şehir kelip bolsa bir kısım 40 minuttan 45 minutça olan uzunlukta bolsa kögellerimi bir adık çıksa yeni birisi adır haftada bir kısım yenilanmadı amal va bolsa haftada 2 kısım yenilansa texim payz oldu. Şundan mı körümenler sizler bir piyonun kılınlar ben diginimge qo'shilamsizlar, qo'shilmamsizlar. Juga qadi rastaydi deb qo'yinglar bir. Albatta yeni bir shahardagilarmi sizlarning bundaq imkonsonlarni ko'rdi. Shularning shunda qilg'isi ba menimcha. Biroq bu ish bu pul bilan o'xshaydi. Nurg'un pul vaqt ketadi. So'da nuqtasidan qarasak, bu yerdagi yeni bir shahar filmi bir mas'uliyat amaliyotda. Ular o'zining zehnini, vaqtini, emgakini ishlatib o'tirib chiqadi. Çıkarken kim bunu hem setiş gerek, pulga aylantirish gerek, bularni kirim qilish gerek. Bular ko'p pul topsa, kirim jiq bo'lsa, ishiltilgan odamdan ko'proq ishilta oladi. Jiq ishlanki yengilni sürtüm tiz bo'ladi. Shunami? Shunga suyimli ko'rmanlar, sizlar yeni bir shahar nada naqsiz ko'rganmiz. Nada haqsiz ko'gilib bo'lgan deb u 3 qo'y puldan qochmanglar. Ularning qilgan bu emgakka 3 qo'y pul arziydi. Yoki har bir qismini setolmasanlar, menga o'xshash bir 5-6 qism yig'ilgan vaqtda bir oylik ara 12 qo'yga 12 qo'y bir xil setib, bir xil ko'rib tugitib olsanglarmi bo'ladi. Siz nada haqsizga deb izdimay. Yeni bir qism 100 nippiz bir ko'rmanlarimizning baka pinglunchuk ataydan yizib qo'yibdi. Yeni bir şehirni haqsiz ko'rmoqchi bo'lsangiz meni guvanchi qo'ying. Mening do'yinimdan ko'ring. Bu ish mashmu. O'g'irliqku bu. Oshundoqlarning gapi ang to'la. Nimish qishtik yonlanmaydi, nimish qishik mazmun yo'q deb. Unda qilmayli xalqning emgakini hurmat qilayli. Ming bir jafoda shularning vaqti, zehni, puli, emgakini sarf qilib ishlagan narsani o'g'irlab, achqib, haqsiz ko'ringlar deb uzanglarning kichkina manfaatini bir funksiyaga deb undaq satqiliqni qilmanglar. Mushundaq ish o'ynayversa, yeni bir shaharning oxiri chiqmaydi men deb qo'yay. Aqcha qilganki deb qilmanglar, yeni bir shaharning oxiri ishlamaydi bunda qilayversangiz bo'ldi. Nima qilamiz biz jafo tatib ishlasak, sen yaqasini bikoq taqasan deb. Shuning uchun hurmat qilib qo'yinglar. Yeni bir shaharga navbat bak qiziqsanglar, menga o'xshash jeyshni tushundiringlar, hech kimning gapi yo'q. Yeni bir shaharni tahlil qilib, "Va Sulayman andaq qildi, Iskandar mandaq qildi, Didi ani yaxshi ko'rgan" deb tahlil qilib so'zlab turinglar. Hammadan anglaydi. Yeni bir shahardagilarning gapi chiqmaydi, menga o'xshash tahlil qilib so'zlab tura olsanglar. Yanzanlı barmı? Endi yine ilandan pul tapalaydı. Şundan mı? Yeni bir şehirge qarsak, bazı bölümleri hatta bütünley ilansız. İlan bak kısımlarında ilanın vakti nahayet kıska. Şuna yeni bir tavsiyerim. Karxançılarının bu yeni bir şehirge ilan bir şeyini ümit kılmak. Bunlar ilan kubul kıldıkken bu. Bu kandak kubul kıldı, bazı kandak bu işki işlerini ben bilmeyim. Lekin yeni bir şehirning navad ilan naqdining bazı qimmat to'pqagan ahvol ostida mı? Arziydi deb o'ylayman. Chunki Şinjan'da yeni bir shahar filmining funksiyalari eng ko'p, ko'rinmalar eng ko'p. Yeni bir shahar filmi o'zini bu Şinjanlik tur filmlari ichida ikkinchi o'rintirma desa, qaysi film chiqib o'zini men birinchi deyalaydi ekan. Oxirida kamini Juga qadimish meni tunvagan, meni qo'lga ko'rinmalarga yana bir qatim rahmat. Yeni bir shahar to'g'risida qanday savolinglar bo'lsa, pinguncha qoldirib qo'ysanglar bo'ladi.